Qumushkon. Diydor shirin qilib, jigarlarim bilan Qumushkonga chiqdik. Mana jigarlarim. Boriga shukr. Toza havoda yig'ilishdik bu safar. Qumushkonga dam olgani keldik jigarlar bilan. Gap o'tqizamiz. Biram bahavo, biram salqin. Chiroyli tabiati. Sharoitlari zo'r. Pantallarni qarang. Archani qarang. Archalarni qarang. Shamshotni qarang. O'sganini. Sharoiti juda yaxshi. Suvlarni qilib qo'yishgan. O'choqlarning hammasida gaz ulangan. Ozoda. Hamma sharoit bor. Qumushkonga kelinglar, dam olgani. Qator o'choqlar ham. Hamma o'choq. Ovqat tegdi gazlari. Bo'ldi, oling. Mana. Yaxshi. O'l. Kelalarim. Jarkab qilyapti. Go'shtlarni bosib qo'ydik. Hozir endi bir pela suv solib, bir kosa suv solib, dimlaymiz. Kelinglar. Beriladi. Yetmay qolgan narsa yo'q, hammasi joy-joyida. Choynalari chiroyli, mana qizlar. Chiroyli xizmat qilishyapti. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Shopani ko'proq oling. Shopanimi? Ha. Internetga chiqaravering shopani. Ha, xudo xolasa. Mayli. Klientlaringiz ko'p bo'lsin, mehmonlaringiz ko'p bo'lsin. Baraka bersin. Idish tovolar serob. Choylar doim qaynab turadi. Rahmat qizlar. Assalomu alaykum. Aziz muxlislarim, hammalar yaxshimisizlar? Eson-omon tonglarni ottirib, Allohim yana g'oyibona diydorlashtirganiga shukr. Kecha Qumushkonlarda damlarni olib keldik. Bolalarimiz, farzandlarim o'sha yerda gapimni o'tkazib berishdi. Cholim bilan turmush qurganimizga 50 yil bo'libdi, o'rtoqlar. 50 yil bo'libdi yubiley. O'shanga hammamiz tog'ga borib dam olib keldik. Hammani shu kunlarga yetkazsin. Tinchlik, xotirjamlikni bersin. Xonadonlar tinch bo'lsin. Hamma sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Yaxshi kunlarda yana g'oyibona ko'rishlikni Alloh nasib qilsin. Sog' bo'linglar azizlarim.